Qo'qonliklardan bir guruhi, undan keyin Xitoylar kelib, betlarida musulmon obod qilgan mahalda xalq qarshilik qilib, ko'p tasavvurdan kelgan qorilarga o'ltirish bo'lgan. Ana shunday odamlardan islom uchun kurashganlardan shahid mozor bo'ldi. Katta odamga namasi bu. Shu tarixi o'shanday bo'ldi. Xuddi shunaqadan Quvani kelib ololmasdan Kosonga o'tib ketgan. Bu vodiyda ikkita shahar bo'lgan. Bittasi Quva, bittasi Koson. Oblast markazi deganlik. Endi Kosonni ular bosib olgan. Keyin u Quvaga nima jo'natgan? Elchi. O elchi. Ey podshoh, Quvaniki sen qayquvot. Sen arablarga bo'ysunmasdan. Bizni bosib oldik-ku, endi kuchimiz yetmayapti, nima qilaylik deganda sen endi ustachilik qilasan. Hiyla ishlatasan. Ular bilan 2 oy, 3 oy nima desa bajarib, aytganini qilib, billa yurishib, iymon keltirib, dilingni bosib, tilingni uchida. Billa yurib turib, 200 ta qori kelgan ekan o'sha mahalla, Kosonga, Arabistonda. Diyorga. Endi o'sha Kosonda hamma yo'q rivojlangandan keyin tayyorlanishib yurib, Allohu akbar deb hali jumani farz namoziga sajdaga boradi-yu. Shunda hammasini yonida mesni aholi aqdan kelganlar yonida hammasini shahid qilib o'ldirib yuboradi. Juma namozida. O'shaning uchun Kosonga borsangiz, G'o'zapaya mozor, Palon mozor, hamma yo'q mozor. Buyog'i bizniki Qo'qonni bag'idan, Jallodadan tortib Xitoybalar bu mana tepa sahoba degan joylarda bo'lgan. No'patgacha borib ketgan. Asallarda o'lganda ko'p. O'sha hududlardagi turgan mozorlar o'sha dastlabki islomga kirgan mahaldagi o'shada kelganlarning mozorlari. Duo qo'yib. Endi uni erta kim o'lgan, qana bo'lgan bilmaysiz-ku, o'sha men o'qigan kitobdan Bervar, son so'zlar. men o'qigan kitobda